Assalomu alaykum, hurmatli ahli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 26-dekabr, mana 2025-yil navbatdagi labolarga tunuka o'rab jarayonlardan bir lavha qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa tunuka o'rashni boshlaganmiz. Hammasini bir vaqtda boshladik. Shogirdlar uni olib ketib, buni olib chiqadi. Xudo xolasa cho'tki holatda, mana sekin bir tomondan bitib kelyapti, bir tomonga qaratib konteyner pollar qo'yish jarayoni mana orqalari baquvvat holatda bo'ladi. Poliga uloqsiz listlar qo'yiladi, hammasini poliga list qo'yiladi, hammasiga sondiq qo'yiladi. Xudo xolasa shumka qilib ideal holatda, chiroyli holatda qilamiz. Xo'p, alohida hammasiga bittadan video olishga imkonimiz yo'q, nimagaki vaqt yetkazib bo'lmayapti. O'shaning uchun hammasini bitta qilib videoga olib qo'ya qoldik. Like bosib mehnatimizga qadrlab do'stlarga, yaqinlarga ana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Labo olgan, labo olmoqchi bo'lgan tanish bilish aka-ukalarga ushbu videoni jo'natib qo'yasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani. Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'ying. Do'stimiz ham yordamga kelgan mana shumka qilish jarayonida. Like'ni gumbilatib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.